Assalomu alaykum parrandish qiboblari. Mana 10 yanvar ish jarayoni. Bu katagimiz Toshkentga tayyorlanyapti. Razmeri 2 metrga 1.30. Bitgan holatini ham albatta chiqaramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bu katagimiz 2 etajli bo'lib, tepasida ikkita xonasi bor, pastida bir xonasi bor. Ikkala etaji ham polli bo'lyapti. Mana eshik yasash jarayoni. Mana bu yerda mana kaptar katagimiz tayyorlanyapti. Ikkita tovuq katak, bitta kaptar katak. Xudo xolasa ertaga Toshkentga chiqarib yuboramiz. Ikkalasi ham bir xil razmerda, bir xil ko'rinishda bo'ladi. Bitganda ham juda chiroyli holatda bitadi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bittadan like, plus belgisini bosib qo'yasizlar. Chiroyli kataklar bilan sizlarni tanishtirib boramiz. Ma'lumot uchun 94 kodi bilan 177 33 15 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar.